İkinci, Peygamber aleyhisselamның madhiyesi eytiladi. Şapqatlik egam, söyimlik peygamberni avatdi. O, xalq içidin tanlanğını, kishilarning yaxshisi edi. U qorong'u tunda xalqqa mash'al bo'ldi. Yo'riqlik chechib seni yo'ritdi. U Xudodan sana da'vatchi edi. Shundan keyin ey qahramon, to'g'ri yo'lga kirding. U o'zini pido qildi. Tiliki ummatlari edi. Shunga ularga yo'l ko'rsatib berdi. Bilginki kunduzlari yemedi, kechalari yotmadi. Allohdan sana mag'firat tiledi, boshqani tilamadi. Kech kunduz mushaqqat chekib seni tiladi. Sen amdi uning yo'li bilan mang, deginini qil. Uning barliq qayg'usi ummatlari uchun edi. Ularning rohati uchun azobdan qutuldirishni tilaydi. U ota-onadanmi mehribon edi. Xudodan davomliq yaxshilik tilaydi. U Xudoning bandalariga qilgan rahmati edi. Uning mijoz xulqi yaxshi, qiliqi tuz edi. U kamtar, muloyim, yaxshi mijozlik, ayoliq, rahimdil, sehi, qo'li kang edi. Undaq kishi bo'z yer va ko'k osmon uchun aziz. Tangri uningga nihoyat zo'r qadr-qimmat berdi. U barliq yo'lboshchilarning kattasi edi. Hamma payg'ambarlarga oxirgi tamg'i bo'ldi. Uning yo'liga ko'ngil bog'ladim. Uning deganlariga ishonib, xushallik bilan so'zini angladim. Ilohim, ko'nglimni ko'zatgin. Qiyomatda so'yimlik payg'ambar bilan billa turg'izgin. Qiyomatda to'lin oydek yuzini ko'zat. Ilohim, menga uni yo'l ko'rsatguchi qil.